Salom bola, bugun yana men sizlar bilan minyoman va men bugungi videomda ana shu to'ysig'imni anchagina joygacha cho'zib boraman. Demak, bizni birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu to'sh to'plash. Demak, biz bu yerda o'tgan qismda allaqachon to'sh generator yasaydik. Biz endi esa ancha vaqt tosh qaziymiz. Demak, bolalar, biz ham ancha narsa yig'ib qo'ydik. Endi esa astagina mana qurilishni davom ettiramiz. Demak, ana shu yerdan ketaveradi. Demak, bu yerlarga ham qo'yamiz. Manda qurolga bo'ldi. Yine butkul esimdan chiqib ketibdi. Axir bir blok bu yoqdan bo'lish kerak. Yana tuzatish kerak. Demak, oxirgi bloklarni ham qo'yamiz. Endi faqat zinalar qo'yish vaqti ham keldi. Tashlaymiz. Bu yerlarga ham urib chiqamiz. Endi esa toshlarga navbat. Faqat bu emas. Aynan kirgan yo'q bu ham pashna qo'yiladi. Yanami demak tezroqsan. Ham bitta bu yerga, ham bitta bu yoqqa. Esa bundan. Bu yoqqa bitta. Tepa ham qo'yamiz. Demak, mana 7,5 soat vaqtim ketdi. Bu yerlarni qurib tugatish uchun. Endi esa biron nima qilish kerak. Masalan, mana buni qayerga qo'ysam? Bu yerda qaysi eshik yopmasa uxlayapti. Buni masalan ana shu yerga qo'ysa bo'ladi. Qorlarni olib tashlaymiz.
Yurishdan ham bo'lyapti. Demak, uxlashga olg'a. Demak, endi bizni qiladigan ishimiz bu ikkita qo'y topish. Demak, bu yerga olamiz. Bu yo'ldan boramiz. Endi esa o'rmon tarafga borish kerak. Mana bu tarafga olg'a. Demak, men ham va nihoyat bularni yig'ib keldim. Endi esa qurilishda qo'ygan joyini boshlaymiz.